Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Shavkat Mirziyoyev barcha xotin-qizlarni bayram bilan tabrikladi. Uy-ro'zg'or ishlaridan ortib ta'lim olayotgan va mehnat qilayotgan xotin-qizlar zamonamizning haqiqiy qahramonlari, deydi Shavkat Mirziyoyev. Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan bayram bo'lib o'tdi. Unda Shavkat Mirziyoyev nutq so'zlab ayollarni tabrikladi. Uy-ro'zg'or ishlari va farzand tarbiyasidan ortib ta'lim olayotgan va mehnat qilayotgan xotin-qizlarni zamonamizning haqiqiy qahramonlari desak bo'ladi, deydi Prezident. Ko'ksaroy qarorgohida Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar qildi. Tadbir avvalida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev nutq so'zlab, muhtarama onalar, aziz opa-singillarni samimiy qutladi. Xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini to'liq ta'minlash, qadr-qimmatini ulug'lash davlat siyosatida yetakchi o'rinda ekanini ta'kidladi. Xususan, 2017-yilda boshqaruv sohasida xodimlarning o'rtacha 20% tashkil qilgan bo'lsa, hozirgi vaqtda bu raqam 35% ga yetdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlarining 38%ni, Senat a'zolarining 27%ni ayollar tashkil qiladi. Prezident ayollarning og'irini yengil qilish, ularga qo'shimcha sharoitlar yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratdi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmang.